Nima uchun kechki payt o'zingizni hayotingizni o'zgartirib tashlagingiz keladi, lekin ertalab tursangiz hammasi yana oddiy holatda davom etib turadi. Buni bitta sababi bor. Ertalab tursangiz, har doim budilnik chaladi, elementarniy har kunli ishlarni qilasiz, kimdir telefon qiladi, bezovta qiladi, ishlarni qilasiz, sootvetsia miya xotirjam bo'la olmaydi. Kechki payt esa soat masalan 10-11 dan keyin уже xotirjamlik bo'ladi. Nega xotirjamlik? Hech kim telefon qilmaydi, hech kim bezovta qilmaydi, hech kim yozmaydi, bemalol o'zingiz qolasiz. O'zingiz ichki dunyoyingiz bilan gaplashishga boshlaysiz demoqchiman. Endi psixologiyaga o'tib ketayotganim yo'q-ku, no faktichески o'ylab gapiradigan bo'lsak, baribir jimjitlikda kuch bor. Bu narsa nafaqat imенно dunyoviy tomonlama, balki boshqa tomonlama ham tasdiqlangan deb o'ylayman. O'zing masalan qorong'i xonada 1 soat, 2 soat vaqt o'tkazsang, miyangga imенно осознанность keladi deb. O'sha payt siz haqiqiy imенно motivatsiyangiz eng pikka chiqqan bo'ladi. Imенно pikka chiqqan paytda siz o'sha payt ishlashingiz kerak. Nafaqat kech payt, balki ertalab ham. Bitta narsani unutmang. Ertalab ozgina, kichkina qilgan ishingiz maqsadingizga oldiga qarab, kech payt idealni o'ylaganingizdan ko'ra afzalliroq demoqchiman.